Assalomu alaykum hammaga. Men Odam Otabek. Trading bilan 4 yildan beri shug'ullanib keltirman. Hozirgi kunda Stocknest Xorazm filialida trader bo'lib ish faoliyatini yuritib borayotirman. Ko'pchilik meni Instagram или Telegramda ochgan ideyalarimni или Instagram, Telegram orqali kuzatib boradi. Endi xudo xolasa YouTube o'zimning shaxsiy YouTube kanalimni ochdim. Xuddi shu video shunga o'xshagan haftalik, kunlik ideyalar, video darsliklar YouTube kanalidan joylanib boriladi. Men o'zim Xorazmda bo'lganim uchun hamma ko'pchilik videolarni Xorazm tilida olishga harakat etaman. Uchun men qilganlaringiz bo'lsa, pastda Telegram kanal linkini qo'yib qo'yaman. Shundan o'tib Telegramda liboy savollaringiz bersangizlar, liboy savolga javob beriladi. Xolasa qo'ldan kelgancha. Hozir haftalik ideya bugun 27-oktyabr 2025-yil Euro USD parasi. Euro USD parasi oylik time frame'damiz. Oylikdagi oxirgi switchnoy formatsiya. Men o'zim Oanda brokerdan foydalanaman. Bu Forex.com broker. Oandada o'zim ideyalarim bo'lgani uchun o'chirishga to'g'ri keladi. O'chirmadim. Forex.com xuddi shu brokerda ko'rsatib beraman. Xo'p, Euro USD oylik time frame'da expansion bo'lib lango yurgan edi. Oxirgi 1, 2, 3, 4, почти 4-5 oy bo'ldi. Bozor range holatda. Zada oxirgi sentyabr oyiga switchamiz CRT bizlarga kerak. CRT modelini yasab bergan. Ya'ni ko'pchilik CRT modelini biladi, ko'pchilik savdo etib turibdi. CRT high, CRT low. Ya'ni asosiy candleni o'zidan keyingi candle maksimum yangilab, asosiy candle ichida qolib ketgan hisobidan undan keyingi candlelar CRT low gacha. CRT, ya'ni CRT low gacha tushishi kerak. Men dalgasrok selldaman. Birinchi targetim avgust oyining minimumigacha. U chuqurroq koreksiyaga o'tishi ham mumkin, pastdagi FEG imbalans zonasigacha, lekin eng yaqin target bilan ishlash ma'qul ko'raman. Shuning uchun oylik plan, oylik base avgust oyining minimum, ya'ni CRT low gacha. Strukturli holatda kiradigan bo'lsak, Euro USD пока buy. Kichkina time frame'dan, katta time frame'dan oylik sentyabr oyidagi switchkamiz или buni ichida hurmat etgan holda weekly switchkamiz ham CRT bo'lib, ya'ni manipulyatsionni, ya'ni hammalik yillarni o'zlarining hammalik yillarni yechgan holda pastda shartoviy yetishini sabab berib yopilib qoldi. Shundan keyingi candlelarni hammasini sel ishlab keltiramiz. Oxirgi 2 hafta bozor range holatda. Ya'ni oktyabr 6-oktyabrdagi oylik haftalik switchkamizning ichida undan keyingi 13-20-oktyabrdagi ochilgan switchkalarimiz range holatda qolib ketgan. Hozir men kutadigan narsa bu akkumulyatsionni holatda belgilab olaman. Eng yaqin CRTdan oldingi eng yaqin targetim hozircha 6-oktyabrdagi haftalik minimum. 6-oktyabrda ochilgan haftalik minimum. Buni sell side liquidity deb belgilaymiz. Sell side liquidity. Xo'p. Daily time frame tushadigan bo'lsak, daily time frame'dan bozor qaq grafikdan ko'ratirib chizib olamiz. Yaqin sell side liquid strukturli holatda bozor ko'plab likvidlarni qoldirgan edi. Xuddi shu likvidlarning hammasi sweep bo'ldi, ya'ni yangilandi. Likvidlar yechildi. Shu likvidlarni yechib bozor chuqurroq koreksiyaga o'tdi. Bu yerda o'zi original konsolidasiya shakllantirib bergan, range holat shakllantirib bergan. Xuddi shu manipulyatsiya distributsiyada bo'lsak bo'ladi. Keyin undan pastidan ham пока buy order flow shakllantirib baya koreksiya o'tib botir. Mana hozirgi ko'rib turgan grafikda ko'rib turgan narsam bozor tushuvchi strukturada oxirgi maksimum minimum, maksimum minimum, maksimum
minimum bozor пока oxirgi maksimumimiz bu, oxirgi minimum sell side liquidity. Bozor shu strukturadan любой joydan struktura bo'lsa aytadi, любой joydan enter tasdiq bilan targeting lowda bo'ladi, ya'ni sell side liquid zonasida bo'lishi kerak. Bozor oxirgi maksimum, oxirgi minimum o'rta zonasi 50% dan balanddi. O'rta zonaga, ya'ni 0.618 0.79 diapazon orasini test etib, meni targetim 0.23 dan 0.23 ga tushib berdi. Range holatda struktura ishlar bir qaysidir bir diapazonga borib, sell side liquidgacha tushib kelishi kerak bo'ladi. Hozircha xuddi shu high защищенный minimum maksimum bo'lishi mumkin. Shu high yangilanmaydi deb turibman. Pastasi bozor impuls, korreksiya va yana bitta impuls bo'lishi kerak. Pastdagi liquidlarni yetishi uchun. Pastdagi CRT lowgacha. Endi bozorni bergan formatsiyasidan gap chiqib, biz savdoga qo'shilib kelaveramiz. Hozirgi vaziyati H4 time frame ili bundan kichikroq time frame'lar o'tadigan bo'lsak, bizada основной maksimum bu, основной minimum bu, lekin bozor OT'ga test etganini hisobini buni men maksimum deb oldim. Bu buzilmaydi deb belgilab oldim o'zim uchun. Bu buzilishi ham mumkin. Buzilsa vaziyatdan gap chiqib savdo etaveraman. Har bir pozitsiyamizni savdo ketma-ketligi bo'ladi. Xuddi shu kimda bo'lsa, trade'lari, ochgan yapgan pozitsiyalari plyusovoy bo'ladi. Minus bo'lgan taqdirda ham baribir oyning oxirida, haftaning oxirida, kunning oxirida plyusovoy o'yinda plyusovoy chiqishi mumkin. Hozircha bozor tepada imbalans zonamiz bor, order blok zonalarimiz bor. Menimcha order blok zonasi buzilishi mumkin. Bugungi daily switchimiz yopilishidan gap chiqib, ertangi kun asosiy yurishga qo'shilib olsak bo'ladi. Bugun dushanba, bugun iloji boricha haftani savdo etmaslikka harakat etadigan kun. Ya'ni bozor nechta bu formatsiya berishi kerak bizlar pozitsiyaga kirishimiz uchun. Hozircha bu order blok ushalmasligi mumkin. Bundan sababini tushuntirib beraman. Hozirda menda eng optimal zona H4 FEG, ya'ni H4 imbalans zonasi. Bu imbalansga chiqmasligi mumkin. O'zidan oldingi maksimumni yangilamagan holda, maksimum yangilamagan holda shartoviy pozitsiyaga o'tish ham mumkin. Vaziyatdan kelib chiqib savdo etamiz. H1 time frame da men ko'rgan narsa MMXM modeli. Ya'ni bozor o'zidan oldingi minimumni yetmagan holatda original konsolidatsiya shakllantirib berdi. Xuddi shu original konsolidatsiyada bo'ladi bo'lsak, OC bundan keyingi robkamiz low risk buy LRB, ya'ni low risk buy shakllantirdi. Ya'ni pastga tushib, o'zlarining ichkiligini yechib, o'zlarining maksimumgacha bir narsa davom ettirib berdi. Low risk buy birinchi fazasi. Bu bizga original konsolidatsiya bo'lib qoladi. Bundan keyingi bugungi kunlik ochilishi, juma kuni yopilishi orasidagi nimamiz ham, vaziyatimiz ham low risk buy deb hisoblab turibman. Ya'ni o'zidan oldingi polni ichkilik yuzlarni yetishgan holatda tashqilik yuzga qarab hujumga o'tdi. Tashqilik yuzdan yechildi. Bu holatda hozir bundan oldingi holatda buning uchun low risk buy degani o'zidan oldingi ichkilik yuzni yechdi, internal likvidni yechdi. Bozor internal likvid yechilgandan keyin external likvid, ya'ni tashqilik yuzda hujum etgan. External liquid. Buradagi vaziyat ham xuddi shunday. Pastdagi ichki liquidni, ya'ni internal range liquidity yechilgandan keyin bozor externalga qarab o'zini yo'nalishini davom ettirdi. Hozir H1 time frame'damiz. H4 time frame o'tsak, men o'zim switchnoy modelim bor, davom etuvchi candle. Bozor xuddi shu boya oylikda ko'rgan formatsiyamiz CRT modelini H4 time frame'dan bergan. Asosiy targetimiz maksimum bo'lib qoldi. Ya'ni
external liquidity ikkinchisi deb qarasak bo'ladi. Bu o'zlarining minimumlarni yetishgani hisobına bu zaseshonli minimum deb turib, xuddi shu minimuma stop loss qo'ygan holatda external liquidity, ya'ni H4 suiskamizni maksimum target deb belgilasak bo'ladi. H1 time frame'dan CRT modelini kutib, ya'ni asosiy candle'ni bug'dab olib, xuddi shu candle'ni minimum yangilanib, hozirgi candle'imiz xuddi shu candle'ning ichida, ya'ni bu liniyadan tepada qoladigan bo'lsa, kichkina time frame M5, M3, M1, M15 time frame'larda ham razворотный model beradigan bo'lsa, cho'ch MSS xuddi shunday entry etib olsak, birinchi targetimiz H1 suiskamizni high, ikkinchi targetimiz H4 suiskamizni maksimum bo'lib qoladi. Bu momentum uchun ideya, agar biza kutgan informatsiya beradigan bo'lsa, o'zlarining minimumni yangilab, cho'ch formatsiyasini berib, longo yurishni davom ettiradigan bo'lsa, xuddi shu cho'chdan keyin entry etib olsak bo'ladi. H1 time frame'da CRT ni ham kutish kerak iloji boricha. Keyin original konsolidasiya, low risk buy o'zlarining external liquidity yechib, bozor FEG zonasini H1 time frame'da yasalgan order blokqa kirikmagan imbalans zonasi ham bor. Xuddi shuni ikkisini birlashtirib olamiz. Xuddi shu zonaga kirib kelganimda razворотный model kutaman o'zim. Bu smart money reversal, ya'ni akıllı pulni qaytishi deyiladi. Smart money reversal bo'ladigan. Xuddi shu zonada smart money reversal kutaman. Agar reversal bo'ladigan bo'lsa, hafta davomida shartnoy pozitsiya qarab qolaman. Hozircha bizga kutishimiz kerak bo'lgan narsa razворотный model. Momentum tasdiq bersa, buy pozitsiya ham ishlab olsak bo'ladi. Lekin asosiy yo'nalish menda sel. Bu hafta bermin, bugun bermin, ertaga seshanba, chorshanba, juma kunlari berishi mumkin vaziyatdan gap chiqib savdo etiladi. BXC ham почти shu bilan bir xil yuradi. Birinchi targetimiz, eng asosiy targetimiz oylik time frame'dagi CRT low'imiz bo'ladi. Agar e'tibor beringlar, xuddi shu ketma-ketlikda time frame'dan to'g'ri qarab, hozirgidan ketma-ketlikda tushib keladigan bo'lsangizlar, entry etsangizlar, asosiy CRT low'gacha 1.10, 1.20, 1.50 har kim o'zining optidan gap chiqib, kattaroq erda pozitsiya ushlab olsa bo'ladi. Bunga kelmagan taqdirda eng yaqin target deb hisoblasak, sell side liquidity, ya'ni 6-oktyabrdagi 10-oktyabr salgan ekan, haftalikda qilsak 6-oktyabrdda ochilgan haftalik suiskamizni low'i yaqinroq target bo'lib qoladi. Undan ham yaqini previously weekly low. Bu zonamizni ham previously weekly low ham target zonada sifatida foydalansak bo'ladi. Hozircha 3 ta target, ha yo'nalishim, ya'ni основной sell, lekin momentum tasdiq bersa, qisqa muddatda buy ishlab olsak bo'ladi. Bu zonada ham smart money reversal, ya'ni sell girishim uchun entry model berish kerak bo'ladi. Daily'da bo'lishi mumkin, strukturniy holatda H4 time frame'da bo'lishi mumkin. Bundan gap chiqib, biza sell pozitsiya qo'shilib olsak bo'ladi. Hozircha menga qiziq bo'lgan euro USD valyutasida ishlayman. Asosiy pozitsiyalarim euro USDda. Kimga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ysin. Bundan tashqari obuna bo'lib qo'ysangizlar, bundan keyingi videolarimiz ham kunlik foydali obучающий videolarni ham chiqarishga harakat etaman. Hammaga rahmat.